Xo'sh, akalar, assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Jizzax viloyatidagi ishimiz ko'rishinglar mumkin. Seli ko'chalari. Xo'sh, mana bu chap tarafimiz bu. Uje sokinlarni urish jarayoni haytek fason bo'lib chiqarib beramiz. Bitish jarayonlarini ko'rib kuzatsanglar bo'ladi. Bu esa darvozaxonamiz. Xo'sh, borishimizda o'ng tarafda bir 5 metr joyimiz bor. Keyin bu esa hovlilarimiz. Hovlilarimiz ko'rishinglar mumkin. Zinalarning ahvolini juda eski, bir ancha eski holatda 5 ta dona zinamiz bor. Bularni polностью yangilab videosini ko'rsatamiz. Va bizga uyingizni mana shu holatda topshiring. Ya'ni mana shunday eski holatda, sokin eski holatda bizga topshiring va mana bu holatda qabul qilib oling. Mana bitish jarayoni, haytek fasonimiz, boya ko'chalarni ko'rsatgandim. O'sha bitta choklari, palasalari ko'rib turishinglar mumkin. Demaxotlari teshilib, как положено chotga yig'ib chiqarib berilgan. Yana bir yuvilish qolgan bo'ldi. Yuvilgan, chayish qolgan. Mana palasalari chotga idealni tushgan, ko'rishinglar mumkin. Bemalol ko'rib baho berib qo'ying. Keley safi muhabbet canıdan may Haridar